Assalomu alaykum. Anglayotganlar sabah ovozliq asarlari. Amdi anglaydiganlar Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyati 2008-yil 4-oyda 2-qatim nashr qilgan biografiyalik roman Qaynam o'rkishi. Avtori Abdulla Talib. 28-bob. Sipil ustidagi jang. Davomi. 3. Dilber bilan fidai yigitlar partizanlardan ayrilib Yatalmasqa barganda kun texi baldur idi. Ular qo'yuq o'rmonliqni aralab minib, tush peshin mezgilida Rustamning ishiki oldiga keldi. Ular ishik oldidagi eriqda shildirlab eqib turgan suzuk suvda yuz ko'zlarini yuvg'ach, birdam sagidab aram ilishdi. Shu asnoda Nurulla, Rustam, Gulnisa va o'g'li Farhod shimol tarafdagi chinorliq ichidan bir nechta tal uzun va tüp-tüz suvadan terek yağçını söyleshtirib, eriq boyda turgan pidoyilarning qishiga keldi. Gulnisa qo'lidagi jagini yerga tashlagan peti Dilbarga etildi-da, uning peshonasiga so'yib yig'lab ketdi. Dilbarmu Gulnisaga qo'shilib, o'ksib yig'lashga boshladi. Ularning yig'isi Tojinsaxon Mo'may, Gulandam va tog'isi Salaxunlarning o'limi uchun edi. Arqadan Rustam Qadir başlıq fidoyilarni qorosiga boshlab kirdi. Qoro ichida Qurbon Qilich, Muxtar Margan, Qavul qatorliq partizanlar qorallarini surtib, sepil ustida bo'lish oldida turgan qonliq jangga tayyorlik qilishmoqda edi. Fidoyilar bilan partizanlar quchoqlashib ko'rishib bo'lgandan keyin ular qoro o'ttirsidagi cho'ng yang'oq darxi ostida qizg'in parang'a tushdi. Biz hozir o'rmondan kelgan dedi Rustam fidoyilarga tunishtirib. Mavut chinar suvadan jaglarda uzun shot yasaymizda, uning bilan sepilga yamish chiqib jang boshlaymiz. Rustamning ayoli Gulnisa fidoyilarning oldiga dasturxon soldi. Qani kelinglar do'stlar, dedi Rustam. Biz endi bir oz dam olg'at, qursoq to'qlab olayli. Hammaylan qo'lidagi ishni to'xtatib, dasturxon cho'rsiga yig'ildi. Rustam do'stlarini choyga taklif qilgach, qo'lingga qurol chiqib qilibdi. Sen mo fidoyilikqa yezildingmi nima? deb so'radi Qodirdan. Sen texi meni sal chaqlayapsan? dedi Qodir javob berib. Mening ismim Qodir, fidoyi ekanligini sen mo bilading-ku. Familiyam fidoyi tursa, fidoyining o'g'li tug'ilibla fidoyi bo'lmamdi? Qurbon Qilich bilan Muxtar Margan Qodirning shu bir jumla so'zini anglab, uning chaqmoqdek ravon tilidan zo'qilib, uningga qarashdi. Nurulla ularga Qodirning tarjimonini qisqacha tunishtirib o'tdi. Qodir 1930-yildagi Aqsut dehqonlari qo'zg'olonining boshlig'i Ismoilning kichik xotini Hajin Saxonning o'g'li edi. Ismoil qora yulg'un so'qishida qurbon bo'lgandan keyin uning kichik xotini Hajin Saxonni Jin sho'rin chiriklari etib tashlagan. Yetim qolgan Qodir shu kamda amdala 8 yoshda edi. Keyin u otasi nomida Ko'ni shaharda qurilgan Maktabi Ismoiliya nomli Darultam maktabida o'qidi. Keyin Aqsudagi Niyoziya maktabida ozroq o'qidi. Bu maktablar yepilgandan keyin u talada qilib Aqsu va Ko'ni shaharlarda sargardonlik turmush kechirishga majbur bo'ldi. U ko'p chaqlarda yanchiqchilik bilan kun ko'chiradi. Qamoqqa kiratdi, tayoq yeydi, xo'rlanatdi, och yalang'och qalatdi. Lekin u hayot bozg'onlari ostida qattiq tavlinib, irodalik va qo'rqmas yigit bo'lib yetishdi. Nurulla Qodirni tunishtirayotganda Muxtar Margan o'zining Qodir bilan turmada bir kamerda yotgan turmadosh ekanligini esladida, darhol o'rnidan turib Qodirni quchoqlab ko'rishib ketdi. Muxtar bilan Qodir turmadan qochib chiqqandan keyin kiyimlarini sahra pasoniga yangushlagandan boshqa soqol burutlarini mo o'stirib, soqolliq partizan qiyofatiga kirib olgan edi. Shunga har ikkisi bayotin biri tunisholmay, bir-biriga pat-pat qarashib qo'yib o'ltirishgan edi. "Batur enim, turmadan qanday qutulding?" deb so'radi Muxtar Qodirdan. "Aqlim yo'l ko'rsatdi, pulim kuch ko'rsatdi." Anglag'uvchilar Qodirning bu ma'nilik so'zidan qaqoqlab kulib ketishdi. "Ha, qani qandaqsiga?" Turma boshlig'i
Dong Jenyujang pulni ko'rsa ko'zi qizirib, neri beri ishlarni surishtirib o'ltirmaydi. Men uning yanchuqining sirini bilman. Men bu sirni Osmong'imo o'gitib qo'ygan. Shunga mangamo, sizgimo turmaning ishki qiyo ichilib ketdi. Uningdan keyin men Qodir Pidoyi degan nom bilan kurash yo'liga atlandim. Jasus Mehmet İsa Gulbodagi Wang Sauzning uyida Osmonni haraq orqali aldab, Lutfulla akam boshliq ziyolilarni tutib berdi. U yana meni aldab, nurg'un pulimni yeb ketdi. Men qasmim bo'yicha uningdan intiqom olishni birinchi maqsad qildim. Lekin uning qizi Gulpariga muhabbatim bor edi. Mehmet İsa mening Gulpari bilan to'y qilishimga qat'iy qarshilik qildi va Gulparini qattiq urib uyga solib oldi. Qo'rg'ondagi jang boshlanishdan yarim oy burun qo'g'dinish atirtining boshlig'i Jang Mehmet uni Bay noyasiga ishpiyonlikqa avatmak bo'lganligini angladim-da, uning qizi Gulparini ilib qilish uchun oldi bilan Saydulla mulla akamni uyiga elchilikka kirgizdim. Jasus Mehmet İsa Aqsu yerlik sot mahkamasining boshlig'i Tursun bilan til biriktirib, meni 5 kun qamatib qo'ydi. Shu chaqda u qizi bilan xotinini ilib, To'qsuning Dayultuz yezisiga qochib ketibdi. Men darhol sot mahkamasining boshlig'i Tursunning xotini Qammar Nisoxonga bir jup oltin zira par berdim. Qammar Nisoxonim xushal bo'lib ketdi va mening oldimdala eri Tursunga, "Voy atam, nima o'nchular qilib ketdilar? Bir ko'zlarini qisib olib, o'z ishlarini yurishtirib yuravermamla. Mushundoq obdan balini", dedi-da, sot mahkamasi boshlig'ining oldida xinim meni ozod qilibdi. Qodir bu so'zlarni to'limi qamlashtirib bayon qilib, hammalarni kuldiribdi. "Oxir qandoq bo'ldi? Qani so'zla, Qodir Pidoyi", dedi Nurulla. Turma azobini ko'p qitim tartgan Qodir Pidoyining muhurka chekishiga har kim yo'l qo'yatdi. U hozirmi bir tal muhurka o'rnida qattiq bir sho'rib etib, ondan muhurkini ikki qo'llab qurbon qilishga tutdi va Nurullaning savoliga javob berishga boshladi. "Men sot mahkamasidan bo'shinib chiqibla, langarlik do'stlarimdan mavi yinimdagi yo'lvos bilan nijotni o'zimga hamroh qildim. Biz Yengsar Shamshirdan 3 ni topdik. So'ng Zo'rxondan 5 botlika haraq oldik. Orqadan Yunus bilan gapni bir qilib, tong saharlikda soqchining otxonasidan Do'lan daryosiga sug'urish uchun ochiq qilgan yo'rg'a otlardan 3 otni o'g'irlab qochdik. U kamda Sipil darvosi texi taqalmaydigan chog' edi. Biz otlarni uchqandak choptirib minib, To'qsu Dayultuz yezisining janubidagi shahri Kutak degan joyga yetib berib, bir padichi baladan Mehmet İsa'ni surishtirib, Mehmet İsa'ning texi yengla Sherif To'qayning uyiga tushganligini bildik. Men padichi balani yenida qilib, yo'lvos bilan nijotni Sherif To'qayning uyiga avatdim. Mehmet İsa'ning xotini jinasti bilan qizi Gulpari yuziga ko'k tushgan, badanlari jarohatlangan holda supa ustida yig'lab yotgan ekan. Ular yo'lvos bilan nijotni ko'rib o'rinlaridan turishibdi va Mehmet İsa'ning Dayultuz bozorga ketganligini aytibdi. Ana bola ikkisi biz bilan qochib ketishga rozilik bildiribdi. Bu ikki do'stim kelib bu xabarni menga yetkazdi. Men intayin xushal bo'ldim. Lekin men bu do'stlarimga buninglik bilan yana Lutfulla akam bilan Osmon uchun oladigan antimiz chiqmaydi dedim. Do'stlarim avval meni yo'lga silib etib, Mehmet İsa'ni keyin ayrim jo'ndaydiganligini aytdi. Men do'stlarimning jur'atiga tashakkur bildirib, jinasti bilan Gulparini bir otga mingashtirib, o'zim bir otga minib, bir ot bilan 5 botlika haraqni ikki do'stimga qoldirib yo'lga chiqdim. Biz uchaylan va'da bo'yicha Qaratalning janubidagi Araqumga kelib, ikki do'stimni saqlab turdik. Tang suzilgan chaqda yo'lvos bilan Nijot otliq Araqumga yetib keldi. Ular meni qum orasiga tortib kirib, qo'liqimga pichirlab, Mehmet İsa'ning shahri Kutak yenidagi bir yardanlıqda dardga paylamay o'zini o'ltirib olganligini xabar qildi. Biz bu ishni insi jinga tinmaslik to'g'riliq qasam ichdik. Bugun sizlarga demay bo'lmadi. Yo'lvos bilan Nijot atsi Aqsu qarab mandi. Men ana balini elib yo'shirin holda 3 turpanga o'tib ketdim. Aqyarda bir tuqqanimning uyida 3 hafta turdik. Sizlarning Aqsuga tushganliklaringizni anglab, oldingi kunlar bu yerga keldim.
Bizning bu yerda ekanligimizni qandoq bilding? Sening bu yerda ekanligingni Lutfulla akam sana vijdoniy ruh va inqilobiy g'oya ato qilgandan boshlabla bilaman, deb javob berdi Rustamning savoliga Qodir chaqqonlik bilan. Qodirning bu so'ziga hammaylar zo'qlanib kulishdi. Qodir fidoyi ondan bugun tushga yaqin o'rmonliq yinida sodir bo'lgan voqeani partizanlar bilan birlikda jasus Ablayni jazoga tortganlik to'g'risidagi jarayonini so'zlab berdi. Bu voqeani anglab ta'sirlangan Gulnisa darhol Dilbarni quchoqlab suyib ketdi. Muxtar Margan bilan Qurbon Qilich o'rinlaridan turishib Qodir fidoyini dast ko'tarib uningga opirin o'qishdi. 4. Yatolmasqa to'plangan fidoyilar bir hafta jiddiy tayyorlik qilib olgandan keyin avgustning oxirlari bir oqshimi Rustamning qurosida qasamyat yig'ini ochdi. Yig'inga Nurulla, Rustam, Muxtar Margan, Qurbon Qilich, Qovul, Yo'lvoz, Nijot va Qodir fidoyidan boshqa ili tarafdan kelgan Toshpo'lat, Shokirjon hamda xotin qizlardan Dilbar bilan Gulnisa qatnashdi. Aldı bilan Nurulla Palvon bugun kecha sepil ustida ilib berilgan jang ustida to'xtaldi. Bugun kecha biz fidoyilik burchimizni ado qilish uchun kurashga otlanamiz. Yashash uchun ulug' kurash tug'ini egiz ko'taramiz. Qisos o'ti vujudimizni o'rtmoqda. Begunoh oqqan qonlar bizni intiqom olish kurishiga qo'zg'amoqda. Rahmetulloh Palvonning jang dumbiqi qal'a ustiga hujum qilishga chaqirmoqda. Biz qal'a ustini issiq qanimiz bilan sug'urishga qasamiyat qilaylik. Nurullaning so'zidan keyin fidoyilar oldidagi piyollarga o'ng bilikidan qon chiqarib oqqizdi. Orqadan har bir fidoyi piyoladagi qonga o'ttira barmoqini chilab peshonasiga xal qilib chekib qasamiyat qilishdi. Qasam baja keltirilib bo'lgandan keyin Nurulla Palvon Dilbar bilan Gulnisaga qaratib, aramizda ikki qahramon singlimizmi jangga kirish uchun qonli qasam berdi. Bu biz uchun ilhom. Biz bu botir singillarimiz bilan faxrlanamiz. Lekin tun qorong'u, jang jafoliq. To'xtang, dedi Dilbar o'rnidan sakrab turib. Lekin pikinni qo'ying. Yolqinlab kuyayotgan g'azab o'tini qorong'ulik, jafoliq degan vahima o'chirolmaydi. Fidoyilar birdilla hayajonlanib Dilbarning jaranliq sadosiga quloq solishdi. U o'ng mushtumini ching tugib turib so'zini davomlashtirdi. Siz eli Rahmatulloh Palvonning jang dumbiqi qal'a ustiga hujum qilishga chaqirmoqda deb to'g'ri aytdingiz. Biroq bu jangdagi qaysar qiz Anargulning botirligini esingizdan chiqarib qo'ydingiz. Uchturpan xalq qo'zg'olonini Anargul boshliq 7 qiz boshlagan. Lutfulla akam langarlik o'g'il qizlarga qal'a jingi to'g'risida hikoya so'zlab berganda Anargul mening ulgamga aylangan edi. Men bu haqda Li Mutallib hikoyasidan ta'sirat nomli she'r yozib, uni yurak qinim bilan sug'urilgan qizil yip bilan mana bu oq shoyiga kashlab chiqdim. Dilbar darhol yanchuqidan qasam she'ri kashlangan cho'ng shoyi yog'liqini ilib fidoyilarga ko'rsatdi. Hammaylarning qalbiga boshqadan o't tutishib, ular o'zlarining oldida so'zlab turgan bu botir qizning qahramonligi va donoligidan kuchli ta'sirlandi. Dilbar yana hayajon bilan, "Mana bu mening eng dastlabki qasamim. Bugun sizlar bilan ikkinchi qatam qasamiyat qildim. Men yana nimaga tortishiman? Zolimlar atam Yodgorni o'ltirdi, onam Tojin Saxonni o'ltirdi, ocham Gulandamni o'ltirdi, tag'am Salohunni o'ltirdi. Men amdi yetim qiz, yalangoyoq suvdan qo'rqmaydi. Qisos yolqinida kuyayotgan yetim Dilbar tundagi jang jafosidan qo'rqamdi, o'limdan qo'rqamdi, dedi. Dilbar oxirida o'ng yeniga esib olgan qisqa sapli xanjirni qinidan sug'urib, egiz ko'tirdi-da, "Men bugun mushu shoyi yog'liqqa kashlangan qonli qasmimni cho'qim Lutfulla akamning qo'liga tekkizaman. Uning atam Yodgor uchun bergan qimmatli qini uchun cho'qim uningga sap qinimni taqdim qilaman. Men sipil tomlarini cho'qim qizil qinim bilan bo'yayman", deb Po'lat irodasini bildirdi. Dilbar bilan Gulnisaning jasorati fidoyi yigitlarning irodasini texmo chingitdi. Oxirida hammaylar Dilbar bilan Gulnisaning jangga kirishiga qo'shildi.
Fidoyilarning jangga otlanish vaqti yaqinlashmoqda edi. Ular o'q-dora, qoral yarog'larni tayyorlab vaqt kutmoqda. Shahar sepilining 4 darvozasi ustidagi qarovul potaylariga kirib olgan dushman askarlari anda sanda o'q chiqarib qo'yatdi. Sepilning 4 atrofi partizanlarning muasirasi ichida edi. Tun yerim bo'lganda Qodir bilan Qurbon Qilich suvadan yog'ichidan yasalgan shotini ko'tarib Dolan daryosiga marab mandi. Rustam qolgan fidoyilarni boshlab o'rmon aralab shaharning janubidagi Xotan darvosi tarafga qarab mandi. Nurulla bilan Muxtar Margan Langardagi partizanlarni xabarlantirishga ketdi. Fidoyilar 1 soatdan keyin Dolan daryosi Egarchi yezini yerib o'tadigan Tal Egildi degan yerga to'planmoqchi bo'lishdi. Qodir bilan Qurbon Qilich suvadan shotini daryoga tashlab, o'zlari shota ustiga chiqdi-da, xuddi qiyiq uzgandek daryoning janubiga qarab ilgirladi. Uzun o'tmay, ular daryoning ikki qirg'oqidagi tallar bir-biriga giralishib, tabiiy ko'rik hosil qilgan Tal Egildi yiniga keldi-da, qatma-qat o'sgan tallarga yamishib, shotini qirg'oqqa suzib oldi. Atrof qop-qorong'u va jimjit edi. Faqat daryoning narqi libida egarchi bedilikidan chirildaq cheketkilarning chir-chir ovozlar anglanib turadi. Dal shu chog'da g'arb tarafdan oyoq shapsi anglandi-da, Rustam avtomatini ko'tarib parol chaqirdi. "Ko'kyol!" dedi Nurulla javob parol berib. Rustam ruxsat qilgandan keyin Nurulla bilan Muxtar Margan Tal Egildi o'rmonliqiga kelib, sabdoshlariga qo'shildi. "Yaraysan do'stim!" dedi Rustam. Kechilik parolni to'g'ri aytgan sabdishi Nurullaning qo'lini siqib turib, fidoyilar Tal Egildida jam bo'lgandan keyin ancha hayol bo'lmay qoral yarog'larni ko'tarishib, shaharning janubidagi Xotan darvosiga qarab mandi. Ular 1 kilometrcha ilgirlab, Yangi bozorning g'arbidagi bir xaroba uyga kelib o'ralashdi. Partizanlar bu yerda turib sepil ustida qarovullik qilayotgan dushman ahvolini kuzatdi. Bugungi qop-qorong'u kecha partizanlarning faoliyati uchun qulaylik tug'dirib beradi. Qaror bo'yicha sepilning shimoliy tarafidagi partizanlarning o't etishiga ozroqla vaqt qolgan edi. Sazgur Muxtar Margan miltiq ovozni angladi-da, "Qaranglar, sepil ustida bir ahvol bor. Zan qo'yib anglanglar", dedi sabdoshlarining diqqatini qo'zg'ab. Partizanlar quloqlarini deng qilishdi. Rastilla shaharning sharq va g'arb taraflarida tangla etishish boshlanib ketgan edi. Dushman partizanlarning ahvolini sinab ko'rish uchun muddatdan burun 10 necha askarga haroq uchirib, ko'cha darvozasi ustidan arg'amcha bilan serildirib, sepilning sirtiga tushirgan ekan. Bu yerdagi sepilga esilgan osma chiroqlar o'chirib o'tilganlikdan darvozaning udulidagi viloyatlik doktorxona binosiga o'rnashgan partizanlar sepildan tushgan dushmanlarni ko'rolmay qolgan. Sepildan serilib tushgan dushman askarlari doktorxonaning orqasiga o'tib, Qarasaqal otam mazri atrofida partizanlarning keyniga yo'shirinmoqchi bo'lgan. Ular doktorxonaning janubiy tarafiga borganda partizanlarning qarovuli bilan uchrashib qilib, ikki orada keskin jang boshlanib ketgan. Lekin jang yarim soatga qolmay partizanlarning g'albisi bilan oyoqlashgan. Gulbog' darvozasi ustida paydo bo'lgan miltiq ovozi bo'lsa boshqacha bir ahvol edi. Dushmanning Gulbog' darvozasi ustiga o'rnatilgan qarovullik poti ichida Jang Ayshang nomli bir askari uxlab qolib, tushida partizanlarning muasirasi ichida qoladi-da, cho'chib uyg'onib ketib miltiqini ko'tarib chiqqan peti askarlikka majburiy tutib kelingan Ma'sum deganni etib tashlaydi. Ma'sum potay yinida postda turgan ekan. Uning yinida majburiy askarlikka tutilganlardan yana Ibrohim qatorliq kishilar bor edi. Bu voqea sodir bo'lgandan keyin potay atrofiga nurg'un dushman askarlari to'plandi. Jang Ayshang chaqqonlik bilan gunohni Ibrohimga ortib qo'ydi. O'q chiqqan miltiq bilan o'q chiqmagan miltiqni aniqlash uchun miltiqni surishtirish fursatidan foydalanib, Jang Ayshang ustilik qilib o'zining qurolini Ibrohimga tutqizib qo'yib, Ibrohimning miltiqini yengushlab oldi. Ibrohim
Bu istilikni sizib ololmay qatil bo'lib qoldi-da, Sepil ustida qo'lga ilindi. Jang Ayshang yana qaravulluq potiy ichiga astag'ina kirib oldi. U o'zining chivarligidan mamnun bo'lib, qaqoqlab kulib ketdi. Shu chaqda kech soat 1 bo'lgan edi. Partizanlar shtabining plani bo'yicha shimoliy tarafdagi partizanlar Urumchi darvozasiga qaratib shiddatlik o'q yog'dirishga boshladi. Dushman butun diqqatini shimoliy tarafga mudofaa qilishga qaratdi. Shahar ichidagi dushmanlar minodin o't ketgan iskilotlarni o'chirish bilan avara bo'lishib ketdi. Shahar patparaqchilik ichida qoldi. Xotan darvozasi sirtidagi xaroba ichida fursat kutib turgan palvonlar darhol o'rnidan qo'zg'aldida o'milib Sepil tarafga qarab ilgirladi. Dushmanlar shimol taraf bilan bo'lib ketib, Xotan darvozasini bo'shashtirib qo'ygan edi. Palvonlar darvozaning o'ng tarafiga yamashdi va shotini Sepilga qo'ydi. Avtomatni ko'targan Muxtar Margan bilan Nurulla hammaning oldida Sepil ustiga chiqdi. Lekin Sepilning ichi tarafiga tushadigan joy tanlag'uvchilik dushman qaravullari kelib qoldi. Dushman qaravullari parol so'radi. Muxtar Margan ularga avtomat bilan javob berdi. Nurulla sharq tarafga, Muxtar Margan g'arb tarafga qaratib o'q chiqarib 300 metrcha olg'a ilgirladi. Uninggacha qolgan fidoyilarmu arqadan Sepil ustiga chiqib jangga kirishdi. Dushman qaravullari ularning qishiga yaqin kelolmadi. Sepilning Xotan darvozasi usti partizanlar tarafidan kontrol qilingandan keyin Nurulla shotini Sepilning sirtidan tortib olib, ichi tarafga qo'yishga buyruq berdi. Sepilning sirtida shotiga yamshib turayotgan Dilbar bilan Gulnisa Sepil ustiga chiqishga tamshalgan edi. Rustam ularga tavsiya qilib, "Singlim Dilbar, sizlar Gulnisa bilan kichikkina ta'xir qilib turinglar. Aramizdan yo'lbos bilan Nijot texe yetib kelolmadi. Ular kelgan hamon to'rtinglar billa chiqinglar. Singlim, siz qo'lingizdagi shoy yog'liqqa kashlangan sheringizni menga bering. Men Yunus orqali Li Mutallibga oldin yetkazib turay", dedi. Dilbar ishkilinib turib qilibroq, keyin yana Rustamning fikriga ma'qul bo'lib, yog'liq bilan xatni Rustamga sunib berdi. Orqadan Rustam shotini sirtdan tortib olib, Sepilni ichiga qo'ydi. Qodir Pidoyi Sepil ustini qo'g'dab qoldi. Uningdan boshqa Sepil ustiga chiqqan barliq Pidoyi jangchilar Sepilning ichiga qo'yilgan shoti bilan Sepil ichiga tushib hujumga o'tdi. Ular saqchi idorasi turmisi atrofiga qo'yilgan dushman qaravullarini surib to'qay qilibdi. Qurbon qilich dushman chiriklarini hadab chapmoqda edi. "Qodir, shotini bu yoqqa ol!" Kechikib kelgan yo'lbos bilan Nijot birdilla Sepilning sirtida turib, Qodirni unlik ovoz bilan qichqardi. Dilbar bilan Gulnisamu shotining tushishini kutib taqazza bo'lib turadi. Qodir shotini ichidan elib Sepil sirtiga yo'tkidi. Ikki ikki ayol jangchi kaynidan shotiga yamishib, baldoq yuqoriga o'rlamoqda edi. Baxtga qarshi sharq tarafdan kelgan qo'rchoq payjang hoki boshliq dushman qaravullari bu 4 jangchini arqadan pilimotga tutdi. Batur Dilbar qolgan 3 tabdishi bilan qattiq yaralanib, Sepil tuviga yiqilib tushdi. Dilbarning butun a'zoyi qizil qonga milinib ketgan edi. U tishini tishlab qahramonlik bilan yana o'rnidan turdi. Dushmanga bo'lgan g'azab nafrat bu qahramon qizga cheksiz jasorat va kuch-quvvat bag'ishlamoqda edi. Dilbar o'rnidan dast turgan peti Sepil ustiga qaradi. Sepil ustini qo'dayotgan Qodir Pidoyi Hakining pilimut o'qida Sepil ustida jon uzgan edi. Dilbarning ko'ziga amdi hech nima ko'rinmay qoldi. U doktorlik somkisi bilan qilichini ostida yana berib shotiga yamashdi. Haki Payjang va uning agashkuchilari Dilbarni ikkinchi qitim kollektiv o'qqa tutdi. Dilbar qahramonlarcha qurbon bo'ldi. Haki Sepil qirg'iga kelib, Sepil tuvida ig'ir yorilib yotgan yo'lvoz Nijot ayol qahramon Gulnisaning ustiga granat tashladi. Sepil ichiga tushib Lutfullani qutuldirish yo'lida jang qilayotgan Nurulla palvon qatorliq fidoyilar
bu ahvoldan xabar topolmadi. Ular xili ichkirlab berib turma atrofida jang qilmoqda edi. Dushman yangi kuch keltirishga boshladi. Chop va giralashish jangi jiddiy ilib berilayotmoqda edi. Osman bugungi jang tantanasini oldin ola kutib, turma timini allaqachon teshib qo'ygan edi. U turma atrofida boshlangan jang sadosini anglab, putidagi ishkalni Turdi Hüseyun va Qirg'iz Nazarning yordami bilan bo'shatdi va Turdi Hüseyun bilan Nazarni boshlab olib, turma to'shkidan asta orqadagi tarchiqqa chiqdi. Ular amdila 7-nomerlik kamera tarafga minib turishiga turma oshxonasi tarafdan lip qilib kelgan qo'lchirig'i yo'riqi Osmanning ko'ziga tushdi. Orqadan Osmanning ismini chaqirgan bir tonish ovoz anglandi. Osman hang-tang bo'lib qadamini to'xtatdi-da, ovoz kelgan tarafga quloq soldi. Osman, man detib, man Likaymin uzunga qolmay yetib kelib, Osmanning qo'lini siqib turib, o'tgan ishlarni kechirgin. Men sen bilan azaldan bir sapda, Li Mutallib akam bilan bir sapda, qonxo'r Jang Mehmet Tajin Saxon anamni, Gülandamni o'ltiribdi. Men azobli kunlarda bugungi fursatni kutib keldim. Yur, biz birlikda Jallatdan intiqom olamiz, dedi Abu so'rab. Ular qo'l siqishganda har ikkisi ixtiyorsiz yig'lab tashladi. Intiqom yalquni, haqiqat sadosi ularni bugun birlashtirgan edi. Ular birlikda qo'zg'alib 7-nomerlik kamera tarafga o'tdi. Bu yerda ikki saqchining o'ligi yotadi. Yunus kamera oldida postda turgan bu ikki gundupayni xanjar silib o'ltirib bo'lib, qo'lidagi palta bilan 7-nomerlik kameraning qulub va tömür baldoqlarini chiqayotganda ikki qarovul kelib, neri chetda Yunusni orqa ilib oldi. Yunus palta ko'tarib ularga itildi. Qarovullar Yunusni terik tutishga harakat qiladi. Likaymin, Osman va Qirg'iz mahbus Nazar qarovullarga tangla itilib bordi-da, har ikkisini terik tutib oldi. Ularning boshlig'i Jallat Jang Mehmet nola qilib, bir qo'shiqqanimni tilayman, deb yalvirishga boshladi. Gülandamning qani uchun, Tojin Saxon onaning qani uchun, jajangman mushu, dedi Likaymin qahri g'azab bilan uningga javoban. Likaymin bilan Osman tangla pichoq silib, bu ikki ashaddiy qotilni yig'ishtirdi. Jang Mehmet "Vayjon" degan peti guppida yerga yiqildi. Likaymin, Turdi Hüseyun va Nazar qotillarning qurol yaralari bilan qurollanib, ikki tarafda postda turdi. Osman bilan Yunus palta bilan navbatlashib, yana hadab 7-nomerlik kameraning qatma-qat bekitib etilgan tömür baldoqlarini, odam kallasidan cho'ng quluplarni chiqishga kirishib ketdi. To'satdan 7-nomerlik kameraning sharqiy timini yoqlab kelayotgan bir kishining "Yunus, enim Yunus" degan past ovozi anglanib qoldi. Tonish ovozni anglagan Yunus "Mana men" deb turishiga, qo'lida avtomat ko'targan Rustam kamera ishki oldiga aranla yetib keldi. Rustamning ikki mursiga o'q tegib, butun a'zoyi qip-qizil qonga bo'yalgan edi. Rustam kelgan peti o'ri turolmay 7-nomerlik kameraning ishki oldiga yiqildi va darhol murojaat qilib, "Inim Yunus, yanchuqimda Dilbarning shoirga bergan yog'liq xat", dedi Rustam aranla. "Uni panjerdan kameraga tashlab." Rustam orqadanla 7-nomerlik kameraning ishki oldida "Xayr, qadrdon Li Mutallib", dedi-da, nafasdan to'xtab qoldi. Postda turgan Likaymin Rustamning bo'lolmay qolganini sezib, darhol yugurib keldi va Turdi Hüseyun bilan billa Rustamning beshini asta ko'tardi. Vaqt bo'lsa o'tmoqda edi. Bir to'p dushmanlar to'satdan o'q yog'dirib kelib qoldi. Yunus darhol aksining yanchuqidan qog'ozga o'ralgan shoyi yog'liq va bir parcha xatni sug'urib oldi-da, kamera rujikidan ishiga tashlab etdi. Dushmanlarning atgan o'qlari shu an nazarni yiqitib tashladi. Kamera ishki oldida qahramonlar Lutfulla Mutallibga oxirgi vidoliq so'zi berishga boshladi. "Men Likaymin, xayr Lutfulla aka, men Osman, men nil qiliq do'sting Turdi, men Yunus, Lutfulla aka, rozi bo'ling",
Rustamning jasadini ular 7-nomerlik kamerning ishki oldida yotqizib qo'yib, qorallarini oldida qapsab kelayotgan dushmanlarga qarab etildi. Dushman askarlari fidoilarga qaratib, uch tarafdan tangla o'q yog'dirdi. Li Keymin, Osman, Turdi Hüseyun va Yunus tangla shuar tovlashib, Rustam yotgan yerda, Lutfulla yotgan kamer ishki oldida mardlarcha qurbon bo'ldi. Ularning issiq qonlari chacharab berib, kamer ishkini bo'yvatdi. Mardlik g'ururi yo'g'rilib, yaralgan tanlardan, isyankorlar tomiridan, vijdonliq yuraklardan etilib chiqqan qaynoq qizil qonlar, yangla ko'tarilib chiqqan oy nuri va cho'lpon sho'lisida yaltirab turardi. Turmadan bir necha yuz qadam nerida Nurulla Palvon boshliq fidoilar oxirgi jangni davomlashtirmoqda edi. Lekin fidoilarning o'qlari tugab qolmoqda edi. Ularning hammasi degudak jarohatlanib, butun badanlari qonga milinib ketdi. Ular buningga pisandmi qilmaydi. Ularning ko'ziga hech narsa ko'rinmaydi. Ularning qalbida faqat intiqom o'tila yalqinlaydi. "Chop!" dedi Nurulla qahri g'azab bilan varqirab, qilichini ko'tarib oldiga yugurdi. "Hammasini tirik tut!" Qo'rchoq Payjon hoki sepil ustidagi potayda turib, unlik varqiraydi. U Hilila, Dilbar, Gulnisa, Yo'lvas, Nijot va Qodir fidoilarni o'qqa tutib va granat tashlab o'ltirgan edi. "Qani, bu yoqqa kel, hoki!" Qurbon qilich g'ilab qinidan shamshar qilichini sug'urib egiz ko'tirdida oldiga etildi. Nurulla, Muxtar Margan, Toshpo'lat, Shokir jonlarmo ilishmoqda edi. Lekin dushman pilmutni ishqa salgan edi. Fidoilar kayni-kaynidan yiqildi. Tong suzilib sharqda ufuq oqargan edi. Tangirtaq ustida ushtumtut paydo bo'lgan qora bulutlar orasidan guldirlab chaqmoq chaqishqa boshladi. Hayvatlik chaqmoq ovozi bilan billa yomg'ir quyuvatdi. Bu bosh kuzning tunji yomg'iri edi. 28-bob tugidi.